Parallelogramning uchidan uning diagonaligacha tushirilgan perpendikulyar bu diagonalni uzunliklari 6 va 15 santimetr bo'lgan kesmalariga bo'ladi. Parallelogramning tomonlari ayirmasi 7 ga teng. Parallelogramning tomonlarini va uning diagonallari uzunliklarini toping. H perpendikulyar tushirdik. 6 va 15 santimetr uzunlikka ajratdi. Kichik tomoni A, katta tomoni B bilan belgilaymiz. A, B, C, D parallelogramda. B1 balandlik. Demak, katta tomondan kichkina tomonni ayirsak 7 ga teng ekan. AC diagonali o'zi ma'lum, ya'ni D1 diagonali 6 plus 15, ya'ni 21 ga teng. Dastlab birinchisi uchburchak AB B1imiz to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasi h kvadrat plus 6 ni kvadrati a ni kvadratiga teng. Uchburchak B1 C imizdan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun h kvadrat plus 15 ning kvadrati tenglik b kvadratga. Qarama qarshi tomonlar teng bo'ladi parallelogram. Sistema qilib pastdan yuqorisini ayiradigan bo'lsak, h kvadratlar o'zaro yeyishib ketadi. 15 kvadratda minus 6 ni kvadrati. B kvadrat minus A kvadratga teng. Hop, ayiradigan bo'lsak, 9 ko'paygan 21 B minus A yu B plus A. Tomonlar ayirmasi bizda yuqorida masala shartida berilgan, ya'ni tomonlar ayirmasi 7 ga teng. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, bundan A plus B emas 7 bilan 21 qisqarib ketsa 27 ga teng. B minus A imiz masala sharti 7 ga teng. Sistema qilib qo'shib yuboradigan bo'lsak, bundan kelib chiqadi B imiz 17, A imiz 10 ga teng. Hop, uchinchi ish, ya'ni parallelogram tomonlarini topdik, endi diagonallarni topamiz. Diagonallar uchun D1 kvadrat plus D2 ning kvadrati 2 ko'paygan A kvadrat plus B kvadratga teng. Hop, bu yerdan bizga D2 ni topadigan bo'lsak, D2 imiz 2 ko'paygan 10 ning kvadrati 100, 17 ning kvadrati 289 minus 21, ya'ni birinchi diagonalimiz 21, uning kvadrati 441. Tenglik ildiz ostida 2 ko'paygan 389 minus 441. Tenglik 389 da 2 ga ko'paytirsak 778 minus 441. Ayirmamizning qiymati 337. Demak, javob tomonlari 10, 17, diagonali 21 va ildiz osti 337 ga teng ekan.